Annyeonghaseyo yorobun, assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 10-darsga yetib keldik. 10-darsimiz ham, bugun ham ikkita mavzu o'tamiz. Birinchi mavzuyimiz puto kachi. Puto kachi. Ikkinchi mavzuyimiz an, ya'ni inkor shakli bu an. Endi bularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi puto kachi edi. Miyongsa puto, miyongsa kachi. Ya'ni miyongsani bilamiz, ot. Otdan keyin puto kelar ekan, keyin yana ot kelar ekan, keyin kachi. Demak, buning tarjimasi dan-gacha. Puto dan, kachi esa gacha degan ma'noni anglatar ekan. Demak, har doim ot kelar ekan, otdan keyin puto, otdan keyin kachi kelar ekan. Ot so'z turkumidan keyin kelar ekan. Bu yerda misollarni ko'ramiz. Demak, dialog ketmoqda. Myochi kachi ireyo. Demak, nechigacha ishlaysan? Qiz so'rayapti. Myochi kachi ireyo. Demak, ot kelyapti, otdan keyin kachi kelmoqda. Nechigacha ishlaysan? Ishlayapsan deb savol beryapti. Yigit nima deyapti? Hopshi puto yo sochi kachi ireyo. Demak, 9dan 6gacha ishlayapman degan ma'noda. Demak, bilib oldik, 9dan 6gacha. Kachi degani gacha ishlayapman. Demak, keyingi misollarni ko'ramiz. Bu yerda eng muhim qoida, ya'ni qanday holatda ishlatilishi. Puto qandaydir ishning boshlanishi yoki birinchi marta paydo bo'lganda. Demak, putoni bilib oldik. Qandaydir ishning boshlanishi yoki birinchi marta paydo bo'lganda. Kachi qandaydir ishning tugashini ifodalaydi. Ya'ni biror bir ishni tugashini ifodalar ekan. Demak, bu yerda savolni, ya'ni misolni ko'ramiz. Neil puto hakkyoe halkoyo. Ertadan maktabga boraman. Demak, qandaydir ish. Demak, qandaydir ishni boshlanyapti mana. Puto qandaydir ishning boshlanishi. Bu yerda mana boshlanmoqchi. Ertadan, demak, Neil puto, mana bu yerda puto. Ertadan maktabga boraman. Hakkyoe kayo, halkoyo. Neil puto hakkyoe halkoyo. Halkoyo. Ertadan maktabga boraman. Keyingi misollarni ko'ramiz. Nanashinin volyoil puto kimyoil kachi ireyo. Demak, nana dushanbadan jumagacha ishlaydi. Demak, volyoil puto, demak, dushanbadan, putodan, kimyoil kachi, demak, kachi, demak, jumagacha, kachi, gacha ishlaydi. Keyingi misolni ko'ramiz. Kana dialog ketyapti. Onje puto panghagiyeyo. Demak, javobida, demak, savol berdi. Endi javobida Ivol ship o il puto, ivol ship o vol kachi panghagiyeyo. Demak, tarjimasi bu yerda berilgan. Qachondan ta'til bo'ladi deyapti. Onje puto panghagiyeyo. Qachondan putodan qachondan ta'til bo'ladi? Panghak bu ta'til. Panghagiyeyo ta'til bo'ladi. Demak, oylar birinchi yozilar edi. Ivol, demak, 15-kunini yozamiz. O'zbekchasida biroz boshqacharoq, koreychasida biroz boshqacharoq yoziladi. 15-fevraldan, putodan 25-fevralgacha ta'til deyapti. Demak, kachi gacha ekan. Dan esa puto ekan. Bu yerda tarjimasi berilgan. Keyingi mavzuyimiz, o'ylaymanki bu mavzuga yaxshi tushunib oldingiz. Puto gachini tushunib oldingiz. Puto demak dan, kachi esa gacha degan ma'noni anglatadi. Demak, bu ham avval ot kelar ekan. Volyoil bo'lsa ham, kimyoil bo'lsa ham otdan keyin demak kelar ekan. Ushbu puto kachi tarjimasi dan, gacha degan ma'nolarni anglatar ekan. Demak, o'ylaymanki bu birinchi mavzuyimizga yaxshi tushunib oldingiz. Ikkinchi mavzuyimiz bu an. Ya'ni gapning inkor ma'nosini anglatadi.
Bundan keyin andan keyin fe'l va sifat kelar ekan. Fe'l va sifat kelar ekan. E'tibor bering, ot kelmaydi, faqatgina fe'l va sifat kelar ekan. Boshqa so'z turkumi kelmas ekanda, faqatgina fe'l yoki sifat kelar ekan. An inkor, bizda unday emas, bunday emas deymiz-ku, mana shu inkor gapni keling birma-bir misollar bilan ko'rib chiqamiz. Bu yerda dialog ketyapti. Dialogda ko'giril mogoyo, demak namja erkak gapiryapti. Ko'giril mogoyo, go'shtni yeyapsanmi, yeysanmi degan ma'noda. Demak, aniyo, anmogoyo deyapti. Yo'q, yemayman. Demak, yemayman. Inkor ma'noni beryapti. Anmogoyo, demak fe'ldan avval anmogoyo demoqda. Keyingi nimani ko'ramiz? Misolni ko'ramiz. I polpini an cho'ngayo. Bu ruchka yaxshi emas. Demak, an cho'ngayo yaxshi emas. Keyingisi cho'nin dramaril an pvayo. Men serialni ko'rmayman. An pvayo. An demak mayman, emas degan inkor ma'nolarni anglatar ekan. Bu yerda ham dialog ketyapti. Misolni ko'ramiz. Onurin hakyoyi kayo. Demak, bu yerda tarjimasi bugun maktabga borasanmi? Ikkinchi suhbatdosh nima deyapti? Aniyo, ankayo. Yo'q, bormayman. Yo'q, bormayman degan ma'noda. Mayman, ayman degan ma'noda an. Demak, inkorni yasamoqda. Bu yerda ham yaxshilab bilib olishingiz uchun, demak, bu yerda misollar berilgan, ya'ni xuddi shunday yozib chiqasiz. Birinchisida an. Bu yerda fe'llar berilgan, bu yerda sifatlar berilgan. Demak, sifat va fe'l bilan birga keladi deb aytib o'tdik. Bu yerda ham xuddi mana shunday yozib chiqasiz. Mannadani mannayo, anmannayo, anchungaheyo, ansukchiheyo. Sukchi hada bu uyga vazifa qilmoq degan ma'noda. Xuddi mana shunday anni qo'yib, biz o'tgan grammatikalarda o'rgangandik. Ayo, oyo, hadani heyo qilib yozib chiqasiz. Bu yerda esa sifatlar berilgan. Sifatlar ham ta bilan tugaydi. Bu yerda ham ta'ni tushirib qoldirib, anmannayo, anchongayo, ankektheyo, anchinchol-heyo, mana shunday yozib chiqasiz. Demak, tushunarli bo'ldiki, bu mavzuni tushundik. An grammatikasi, ya'ni inkor bog'lovchisini ham biz o'ylaymanki yaxshi o'rganib oldik. Bu har doim sifat va fe'l bilan birgalikda kelar ekan. Demak, yorobun bugungi mavzuyimiz an ushbu bog'lovchisi, inkor bog'lovchisini o'rgandik va bu yerda puto, gachi degan dangacha degan mavzularni o'rgandik. Yorobun uyga vazifa, sizga birinchi topshiriq bu yerda eng avvalo lug'atlarni yodlaysiz har doimgidek. Keling, uni birgalikda birma-bir o'qib chiqamiz. Birinchi lug'atimiz shvipta. Shvipta. Demak, v diftoni bilan kelyapti. S demak, undan keyin difton v kelyapti. Bu shvi bo'lib o'qilar edi. Shvi. Shvipta oson. Oryopta qiyin. Bular sifatlar. Konkanhada sog' bo'lmoq, pigonada charchamoq, verobda yolg'iz bo'lmoq, papida band bo'lmoq, hangahada bekor bo'lmoq, cho'qda oz, manta ko'p, cho'tta yaxshi, kekithada toza bo'lmoq, chincholhada mehribon, napida yomon, papida band bo'lmoq. Demak, bular hammasi sifatlar. Sifatlarda ham da bilan beriladi, lekin biz buni tuslayotganda xuddi fe'l kabi ta tushib qoladi. Unga heyo yoki chogoyo, oyo, ayoni qo'shib ketaveramiz. Mana shu lug'atlarni daftaringizga yozib, yaxshilab yodlab olasiz. Keyingi topshiriq bu yerda rasmlarga qarab gaplarni yozib ko'ramiz. Birinchi gapimiz yo'lhanshi oshi pun puto yo'ltu shikachi shvi shvioyo. Demak, bu yerda 11 soatdan demak 50
daqiqadan 12 gacha dam olaman. Bu yerda biz sonlarni o'rganganda bilamiz, soatlarni ishlatganda koreys sonlaridan soatning daqiqasini aytganda xitoy sonlaridan foydalanar edik. Bu yerda ham xuddi shunday yozib chiqasiz. Tepada yo'l xan demak 11, yo'l 11 edi, koreyscha son xan 1, ya'ni 11 soat deyapti, shi soat, o ship. Endi daqiqani aytyapti. O bizda 5, 50 qilish uchun o ship, ya'ni ship, o ship 50 daqiqa pun, daqiqadan puto, daqiqadan. Endi 12 bo'lsa, yana koreyschasiga aytamiz. Yo'l 10, unga qo'shamiz tuni 12, yo'l tu shi soat. Demak, 12 gacha dam olaman deyapti. Shvipda dam olmoq, shivoyo dam olyapman degan ma'noda, dam olaman degan ma'noda. Bu yerda ham xuddi shunday yozib chiqasiz. Demak, 10 yil degani bugun degani, bugun 9dan axin, hop, aop shi puto nechigacha? Han shikachi hagogo suopi issoyo. Demak, 9dan 1gacha koreys tili darsim bor. Xuddi mana shunday soatlarga qarab, gacha, danni qo'yib chiqasiz. Biz dan gachani yozishni o'rgandik, rasmga qarab. Buni uyda davom ettirib daftaringizga yozib qo'ying. Keyingi topshirig'imiz rasmga qarab, bunda ham xuddi shunday an grammatikasiga oid bo'lgan topshiriq. Demak, 오늘 강남에 가요. Demak, anyo, ankayo. Bugun Gangnamga boryapsanmi? Yo'q, bormayman, bormayapman degan ma'noda. Keyingisi ko'pirilmashoyo. Anyo, anmashoyo. Kofe ichyapsanmi? Yo'q, ichmayapman. Xuddi mana shuni inkor gapini yozib chiqasiz. Demak, yorobun, bugungi mavzuyimiz mana shulardan iborat edi. O'ylaymanki, siz darslarni yaxshi o'zlashtirib boryapsiz. Qayergadir tushunmasangiz, videoni to'xtatib ko'rishingiz mumkin. Sekinlashtirib, qayta ko'rishingiz mumkin. Bugungi vazifalar, bugungi mavzular mana shulardan iborat edi. Mavzuga oid bo'lgan lug'atlarni yaxshilab yodlaysiz. Mavzuga oid bo'lgan topshiriqlarni yaxshilab bajaring va keyingi mavzularga o'tishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu vazifalarni bajarib bo'lgachgina keyingi mavzularni davom ettira olamiz. Biz lug'at yodlamasak, ushbu mavzuga oid bo'lgan topshiriqlarni bajarmasak, biz hech qanaqangi koreys tilini o'rgana olmaymiz. Shuning uchun astoydil o'qib boring va bugungi mavzuyimiz mana shu yergacha edi. O'ylaymanki, yaxshi tushundingiz va bizni kuzatishda davom eting. Keyingi darslarda ko'rishguncha. 안녕히 가세요. 안녕, 여러분.